Karislarni tarvuzli xvachesini tayyorlab, bugun Karis xolam bilan uchrashuvda qanaqa gaplar bo'lganini aytib beraman. Ketdik. Qani endi buni yeb ko'ramiz. Oddiy tarvuzdan qilsa ham juda ham zo'r chiqadi. Atak har xil mevalar ham qo'shsangiz bo'ladi. Xuddi yozda ayron ichasiz-ku, shunaqa zo'r ketadi. Bu karislarni ayroni desa ham bo'laveradi. Karis xolamni uyga chiqib go'shtxo'rlik qildik. Karis xolam meni go'sht bilan boqishni yaxshi ko'radi. Bilmayman nimaga. Lekin meni har doim so'kadilar. Nimaga cho'chqa go'shti yeyolmaysan deb. Chunki mol go'shti qimmatda, shuning uchun. Karis xolam bilan Karis pochcham menga juda ham katta yordam bergan iqatligimda. Balinsaga borib kelishardi. Keyin u bu narsa, u bu meva cheva yegim kelganida Karis pochcham o'zini marketidan olib kelib berardi. O'zi hozir ham olib kelib beradi, faqat qaynonam so'rasa agar. Men so'rasam olib kelib bermaydi, chunki men hozir iqqatmasman. Bizdaqa oila topolmaysan deb gapirishdi. Har safar shunaqa deyishadi, bilmayman nimaga shunaqa deyishadi. Aytishadi, ming ering yaxshi bo'lgani bilan oilasi yaxshi bo'lmasa yashab ketish qiyin deyishadi. Shu gap to'g'rimi? Faqat eri yaxshi bo'lsa bo'ldi emasmi? Masalan, ming oilasi yomon bo'lsa ham alohida chiqib ketib er bilan yashasa bo'ladi-ku. Karis xolam menga biz yaxshimiz. Ering ham yaxshi, eringda oilasi ham yaxshi. Nimaga bunaqa podxod qo'yaptilar? Tinchlikka bo'lsin ish qilish. Xuddi shu retsept orqali tayyorlab yeb ko'ringlar, bu juda ham mazali.